Assalomu alaykum. Bugungi to'xtalib o'tadigan mavzuimiz xodimning ish haqidan yozma roziligisiz ushlab qolish to'g'risida bo'ladi. Aslida qoida tariqasida xodimning yozma roziligi bilan ish haqi ushlab qolinadi. Ish beruvchi xodimning yozma roziligi bo'lmagan taqdirda esa xodimning yozma roziligidan qat'iy nazar ish haqidan ushlab qolishga haqlidir. Bularga soliqlar va yig'imlar uchun, sud hujjatlari va boshqa davlat organlarining hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunga belgilangan qarorlarni va boshqa ijro etuvchi hujjatlarni ijro etish uchun vakolatli davlat organlarining qonuniy talablarini bajarish uchun undiriladi. Ish haqi hisobidan berilgan avansni ham ushlab qoladi. Boshqa joyga ko'chishga ishga ko'chib yuborilgan munosabati bilan xo'jalik ehtiyojlariga, xizmat safarlariga berilgan sarflanmagan yoki o'z vaqtida qaytarilmagan avansni ham ushlab qolish qoladi. Bunda hisob kitoblarda xatoliklar oqibatida ortiqcha to'langan summalarni qaytarib olish uchun. Bunday holatda ish beruvchi avansni qaytarish, qarzdorlikni to'lash uchun belgilangan muddat tamom bo'lgan kundan yoki to'lov noto'g'ri hisoblab chiqarilgan kundan e'tiboran 1 oydan kechiktirilmay ushlab qolish haqida buyruq chiqarishga haqlidir. Agarda bu muddat o'tib ketgan bo'lsa yoki xodim avansni to'lash uchun ushlab qolish asoslariga, miqdoriga e'tiroz bildirgan taqdirda ish beruvchi mazkur qarzni to'lash uchun sudga murojaat etishga haqlidir. Xodim tomonidan ish beruvchiga yetkazilgan zararni o'rnini qoplash uchun yetkazilgan zarar miqdorini xodimning o'rtacha oylik ish haqidan oshmasa, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 312-moddasining 1-qismi 2-bandiga nazarda tutilgan jarimalarni undirish uchun bunda intizomiy jazo choralari qo'llanilgan bo'lgan taqdirda xodim qaysi ish yili hisobiga ta'til olib bo'lgan bo'lsa, o'sha yil tugagunga qadar mehnat shartnomasi bekor qilinganda ta'tilni ishlab berilmagan kunlari uchun. Bundan tashqari qonunga nazarda tutilgan hollarda bo'lishi mumkin. Har yilgi mehnat ta'tilini ishlab berilmagan kunlar uchun ushlab qolishlar mehnat shartnomasi xodimning tashabbusi bilan bekor qilingan taqdirda amalga oshirilmaydi. Ishga qabul qilishga doir belgilangan qoidalarning buzilishiga yoki xodim ishni davom ettirishga monelik qiluvchi holatlarning vujudga kelishi xodimning aybli harakatlari bilan bog'liq bo'lmasa, mehnat shartnomasi taraflarining xohish irodasi bilan bog'liq bo'lmagan holatlarda mehnat shartnomasi bekor qilishga, ishga qabul qilishga doir belgilangan qoidalarning buzilganligi, agar yo'l qo'yilgan qoidabuzarliklarni bartaraf etish imkoni bo'lmasa va uni ishni davom ettirish to'sqinlik qilsa yoki qonunchilikka muvofiq mehnatga oid munosabatlarni davom ettirishni monelik qilishga holatlari yuzaga kelganligiga ko'ra bekor qilinganda bunday holatlarda ham amalga oshirilishi mumkin. Bunda xodimning belgilangan tartibda berilgan tibbiy xulosaga muvofiq mehnat faoliyatiga to'liq qobiliyatsiz deb e'tirof etilganligi yoki davlat sirlaridan foydalanish huquqi bekor qilingan. Agar bajarayotgan ish shunday foydalanish huquqi talab qilinsa, muayyan ishni bajarishga doir ruxsatnomadan yoki litsenziyasi mahrum etilganligi bo'lishi mumkin. Xodimga ortiqcha to'langan ish haqi undan undirilishi mumkin emas. Shu jumladan mehnat to'g'risidagi qonunchilik yoki mehnat haqidagi boshqa huquq hujjatlar noto'g'ri qo'llanganda, lekin hisoblashdagi xatoliklar agar mehnat nizolarini ko'rib chiquvchi organ tomonidan xodimni mehnat normalaridan bajarmayotganligi aybli e'tirof etilgan bo'lsa, xodimning sud tomonidan belgilangan g'ayriqonuniy harakatlari
sababli xodimga ortiqcha haq to'langan bo'lsagina O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga muvofiq soliq solinmaydigan to'lovlarni ushlab qolishni amalga oshirilishi mumkin emas. Endi ish haqidan ushlab qolish miqdorining cheklanishlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, har bir to'lov chog'ida ish haqidan ushlab qolingan mablag'larning umumiy summasi xodimga haqiqatan hisoblangan ish haqining 50% oshishi mumkin emas. Ammo belgilangan cheklov aliment bo'yicha qarzdorlikni, shuningdek axloq tuzash ishlari tarzida jazo tayinlangan xodimning ish haqini ushlab qolishga nisbatan tatbiq etilmaydi. Bunday hollarda jazodan yoki aliment majburiyatlari bo'yicha qarzdorlikni ushlab qolish miqdori xodimga haqiqatda hisoblangan ish haqining 70% dan oshishi mumkin emas. Bundan tashqari, xodimning xohishiga ko'ra ish haqi yoki uning muayyan qismini xodimning yozma arizasiga ko'rsatilgan miqdorlarda yoki muddatlarda bank muassasalarining kreditlariga yoki ssudalarga, kommunal to'lovlarga yoki boshqa xarajatlarga to'lanishi mumkin. Biroq har bir to'lov chog'ida ish haqidan ushlab qolingan mablag'larning umumiy summasi xodimga haqiqatdan hisoblangan ish haqining 50% oshishi mumkin emas degan ta'rif bunga tatbiq etilmaydi. Sababi xodim o'zi ariza berib turibdi. O'zi ariza berib, mana shu mani oylik ish haqimdan kommunal to'lovlarga, soliqqa yoki qanaqadir bir to'lovlarga o'tkazishga o'zini arizasi bilan bo'ladi. Bunda ish beruvchi yozma ariza olishga shart bo'ladi. Mana shu holatlarda yoki qanaqadir bir muammolarda yuzaga kelayotgan bo'lsa, bemalol bizni Telegram kanalimizga o'tib savol yo'llashingiz mumkin. Savollaringizga atrofli javob berib boraman. Bizni kuzatishda davom eting. Har doim sizga qiziq bo'lgan ma'lumotlarni yoritib berishga harakat qilib boraman.